Gollivud dunyosini raqobat va fitnalarsiz tasavvur qilish juda ham qiyin va bugungi videoda biz pop madaniyat tarixidagi eng katta janjallar haqida gaplashamiz. Rap qirolichasi Nicki Minaj mana deyarli 25 yildan beri hip-hop olamidagi eng nufuzli san'atkorlardan biri va uning bu sohaga ta'sirini inkor etib bo'lmaydi. Ayol rapperlar mashhurlikka erishishi ancha qiyin bo'lgan bir vaqtda Nicki Gollivud eshiklarini keng ochib, hip-hopdagi ayollarning yangi to'lqinini ilhomlantirdi. U o'zining ajoyib o'zgaruvchan obrazlari hamda rap aytish qobiliyatlari bilan yangi standartlar o'rnatdi, lekin katta mashhurlik bilan katta raqobat ham keladi. 2017-yilda musiqa sanoatini yangi ism larzaga keltirdi. Cardi B. Bodak Yellow bilan debyut qilgan Cardi B bir soniyada sensatsiyaga aylandi. Ommaviy axborot vositalari uni Nicki bilan to'qnashtirishga shoshilishdi va bu esa tez orada rep tarixidagi eng ko'p muhokama qilinadigan janjallardan biriga aylandi. Avvaliga Nicki Minaj va Cardi B o'rtasidagi munosabatlar yaxshi edi. 2017-yilda Bodak Yellow chartlarda baland o'rinlarga ega bo'lganda Nicki hatto Cardini Twitterda tabrikladi. Ammo ikkalasi ham Migas'ning motosport trekida paydo bo'lgach vaziyat o'zgarib ketdi. Nicki dastlab qo'shig'ini yakkaxon yozgan vaqtda to'satdan trekka Cardi ham qo'shilgan, bu esa Nickiga ja yoqmagan. Nicki trekdagi so'zlarni almashtirgan, bu esa Cardiga yoqmagan, bitta gap bilan munosabatlar buzilishni boshlagan. Xuddi shundan keyin Cardi intervyularda Nicki unga yaxshi munosabat bildirmayotganini aytganda, Nicki uni o'z uslubini ko'chirayotganda aybladi. Ammo eng zo'ri 2018-yilda New York moda haftaligida sodir bo'ldi. Nicki ham Cardi ham ziyofatda to'qnashib qolishganda ularning o'rtasida haqiqiy jismoniy janjal sodir bo'ldi. Securitylar bu urushga aralashib ikkala ayolni bir-biridan ajratishga majbur bo'ldi. Cardi esa uyga ko'kargan peshona bilan qaytdi. Ayni shu kundan beri ular ofitsial raqobatlar desam xato bo'lmaydi. Selena Kylening Instagram janjali 2023-yilning eng mashhur hodisalaridan biri bo'ldi. Selena Instagramda qoshlarini tasodifan keragidan ochiq laminatsiya qilgani haqida aytib chiqishi bilanoq, Kylie Jenner va Hailey Bieber to'satdan yoki yo'q o'z storieslariga bu tasodifmidi deb o'z qoshlarini rasmini qo'yishdi. Internet esa rostdan ham portladi. Millionlab odamlar Kylie va Hailey shunday qilib Selenani ustidan kulganida ayblashdi va ikkala ayol ham Instagramda millionlab obunachilarni yo'qotishni boshladi. Butun dunyo Team Hailey, Team Selena raqobatini boshladi. Haileyni esa hamma Selenani doim ko'chirganligida ayblab, hasadgo'y qiz degan laqab qo'yib oldi. Hailey va Kylie'ga hech shu qadar oshib ketdiki, Selena Gomez o'z Instagramiga Hailey Bieberni tinch qo'yish haqidagi stories chiqardi. O'zi boshidan umuman bu drama keraksiz edi deb o'ylayman, chunki Hailey va Kylie'ni aytishi bo'yicha ular Selenani storiesini ko'rmagan ham va o'zini qoshlarini Kylie Cosmetics'ning yangi mahsulotini reklama qilish uchun storiesga qo'ygandi. Sizning fikringiz qanaqa bu drama haqida? 2023-yilda bu hodisani kuzatayotganmidingiz? Albatta izohlarda bo'lishing. 90-yillarning eng mashhur modellaridan biri Naomi Campbell modaning haqiqiy afsonasi. U qora tanli modellar uchun fashion eshiklarini ochib, qora pantera deb butun dunyoda tanilgan. Ammo xuddi o'sha 90-yillarda podiumda yana bitta model paydo bo'lgandi, Tyra Banks. Tyra Naomida o'z kumirini ko'rar edi va unga o'xshashni orzu qilar edi, ammo kim bilibdiki, Naomi Campbell modadagi o'rnini boshqa qora tanli qizga berish xohishi umuman yo'q edi. Tyraning aytishi bo'yicha Naomi dizaynerlarga Tyra bilan ishlamaslikni aytgan va hatto ba'zi moda ko'rgazmalaridan uni olib tashlagan. Tyra shunchalik qattiq bosim ostida ediki, moda olamini butunlay tark etish haqida ham o'ylagan, ammo tez orada u Victoria's Secret'ning Angeliga aylanib, modada o'ziga mashhur ism qilgan. Naomi Campbell ko'p yillardan beri Tyraning karyerasiga to'siq qo'yganini rad etib keldi va nihoyat 2005-yilda Tyra Naomini The Tyra Banks Show talk-showsiga taklif qilganida vaziyat biroz yengillashdi. Modellar bir-biriga bo'lgan fikrlarini aytdi va suhbat yaxshi notada yakunlandi. Ammo hammasi bu bilan tugamadi. 2020-yilda Naomi Instagram storiesiga mana nega muxlislar Naomi Campbell emas, balki Tyra Banks haqiqiy hasadgo'y qiz deb o'ylaydi sarlavhali maqolani yukladi va tez orada o'chirib tashladi. Ular yarashganmi yoki hali ham bir-birini yomon ko'radi? Ularning o'nlab yillar davom etgan janjallari moda tarixidagi eng yorqin voqealardan biridir. Hozirda dunyoning eng mashhur qo'shiqchisi Taylor Swiftligini hamma tan olsa kerak va u hozirgi kungacha ko'plab boshqa yulduzlar bilan keskin munosabatlarga ega bo'lib kelgan. Kanye West, Justin Bieber, Kim Kardashian. Ammo bugun biz ikonik Katy Perry Taylor Swift janjali haqida gaplashamiz. Avvaliga Taylor Swift va Katy Perry yaqin do'st bo'lishiga qaramay, 2013-yilda vaziyat tezda o'zgarib ketdi. Taylor o'zining Red gastrollarida bo'lganida uning Katy bilan birga ishlagan 3 ta raqqosasi to'satdan Katyning Prisma gastrollariga qayta qo'shilish uchun Taylorni tark etdi. Taylor esa buni Katy tarafidan xiyonat sifatida ko'rdi, lekin raqqosalarning o'zlari buni istab ketishganini va Katyning bunga aloqasi yo'q
yo'qligini ta'kidlashgan. Ammo Taylor bizda Savage Queen 2014-yilda u Bad Blood qo'shig'ini chiqardi va bu uning gastrol safarini sabotaj qilishga uringan boshqa bir ayol qo'shiqchi haqida ekanligini aytdi. U ismlarni aytmagan bo'lsa-da, muxlislar tezda bu Katy Perryligini tushunishdi. Katy ertasi kuni sirli tweet bilan javob berdi. Qo'y kiyimidagi Regina George'dan ehtiyot bo'ling, ya'ni o'zini begunoh deb tutayotgan yovuz insonlardan ehtiyot bo'ling. Shunday qilib bularning adovati rasman boshlandi. Taylorning 1989 albomi muxlislar fikri bo'yicha Katy'ga qaratilgan treklarga to'la edi. Katy esa 2017-yilda Swish Swish qo'shig'ini chiqardi. Ko'pchilik esa buni Taylor haqida diss track deb atadi. 2018-yilda Taylorning Reputation safari oldidan Katy Taylorga uzr so'rab tinchlik istashini aytdi. Bir yil o'tgach, Katy Taylorning You Need to Calm Down musiqiy videosida kutilmagan rol o'ynadi. U yerda ular gamburger va kartoshka kabi kiyinib, bir-birini quchoqlashdi va bu raqobat baxtli yakun topdi. Kelinglar endi rap qiroli haqida gaplashamiz. Eminem o'z karyerasi davomida o'nlab diss tracklar chiqarib, ko'plab yulduzlarni sindirib tashagan va bular hammasi erkak xonandalar desangiz qattiq adashasiz. 2000-yillarda Eminem mashhur xonanda Mariah Carey bilan ishqiy munosabatda bo'lgani haqida intervyularda aytib o'tganda, Mariah o'zi bu hammasi butunlay yolg'on deb Eminemning so'zlariga qarshi chiqdi. 2009-yilda Mariah hozirda ikonik statusga ega bo'lgan Obsessed degan qo'shiq chiqardi va klipida xuddi Eminemni kiyinib, nega doim men bilan ovorasan, sen meni darajamda emassan degan gaplar aytdi. Eminemni jahliga tegish esa juda ham yomon, chunki rap qiroli jim turmaydi. U ogohlantirish nomli shafqatsiz diss track bilan qattiq javob qaytardi. Unda Eminem Mariah unga jo'natgan ovozli xabarlarini ijro etgan, uni haqoratlagan va hatto uning o'sha paytdagi turmush o'rtog'i Nick Cannonni ham janjalga qo'shgan. Yillar davomida Mariah asosan bu janjaldan faqatgina kulib kelgan, Eminem esa bu haqida to'g'ridan-to'g'ri gapirib o'tmagan. Ammo muxlislar hali ham ular haqiqatdan ham uchrashganmi yoki Eminem rad etishni ko'tara olmaganmi deb bahslashmoqda. Sizlarga kim ko'proq yoqadi va kim bu hodisada rost gapiryapti deb o'ylaysizlar? Eminem yoki Mariah Carey? Ularning ijodi sizga yoqadimi? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Scala Dwayne Johnson va Vin Diesel kino olamidagi eng mashhur aktyorlardan biri. 2011-yilda Farsaj franshizasiga Scala qo'shilishi bilan u tez orada muxlislarning sevimli qahramoniga aylandi. Ammo sahna ortida hammasi biz o'ylagandek yaxshi emas edi. 2016-yilda Scala 8-farsajni suratga olish jarayonini yakunlab, Instagramda ba'zi erkak hamkasblarni g'alati yomon so'zlar bilan atab, ularni non-professionallikda aybladi. Muxlislar esa darhol gap Vin Diesel haqida ketyapti deb taxmin qilishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Vin prodyuser sifatida ko'pincha suratga olish joyiga kechikib kelgan va Dwayne Johnsonga bosim o'tkazishga uringan. Munosabatlar shunchalik yomonlashgan ediki, bu ikkalasi o'zlarining sahnalarini hech qachon birga suratga olishmagan, chunki ko'rgani ko'zi, otgani o'qi yo'q edi. 8-farsaj chiqqandan so'ng 9-filmiga Scala qaytmagan. Bir-birlaridan bir necha yil xafa bo'lib yurib, 2021-yilda Vin Scalani 10-farsajga yana chaqirganda, Dwayne bu iltimosni oddiy manipulyatsiya deb atadi va qaytmaslikka qaror qildi. Ammo voqealar hayratlanarli burilib ketdi, chunki Dwayne Johnson 2023-yilda Farsaj 10ning kreditlardan keyingi sahnasida qaytib keldi va bu janjal nihoyat tugashi mumkinligini ishora qildi, yoki hech bo'lmasa vaqtinchalik pauzada ekanligini. 2000-yillarning oxirida Lady Gaga pop musiqa olamida debyut qilishi bilanoq odamlar uni darhol Madonna bilan solishtirishni boshladilar. Ajoyib liboslar, provokatsion chiqishlar, estrada madhiyalari xuddi Madonnaning uslubi edi. Avvaliga hamma narsa ajoyib bo'lgandi. Gaga Madonnaning eng katta ilhomlantiruvchilaridan biri deb atagan va Madonna uni omma oldida maqtagan. Ammo 2011-yilda Gaga Born This Way qo'shig'ini chiqargach, vaziyat chigallashib ketdi. Ba'zi muxlislar qo'shiq Madonnaning 1989-yildagi Express Yourself hitiga juda o'xshar deb gap tarqatdi. Madonna bunga e'tibor bermaslik o'rniga intervyuda Gagani qo'shig'ini reduktiv, ya'ni oddiylashtirilgan deb atadi. Gaga dastlab Madonnani juda hurmat qilishini va ularning qo'shiqlari bir xil emasligini aytgan bo'lsa-da, ularning o'rtasidagi munosabatlar buzildi. 2016-yilda bergan intervyusida Gaga u va Madonnaning qo'shiqlari bir xil emasligini, chunki u aslida o'z musiqasini o'zi yozish haqida aytdi. Bu esa Madonnani agarodiga tosh otgandek bo'ldi, chunki Madonna hamma qo'shiqlarini o'zi yozmasdi. Madonna esa bunga javob qilib, Instagramda nusxa ko'chiruvchilar haqida sirli postlar yozardi. Va nihoyat 2019-yilda munosabatlar yaxshilangandek bo'ldi. Madonna Oscardan keyingi kechada Gaga bilan quchoqlashib tushgan suratini omma bilan bo'lishdi va janjal tugagani haqida ishora berdi. Ammo muxlislar o'rtasida haligacha popning haqiqiy qirolichasi kim ekanligi haqida urush davom etmoqda. 90-yillarda Disney kanalidagi Mickey Mouse Club teleshousi dunyoga birinchi marta Ryan Gosling, Justin Timberlake, Christina Aguilera va Britney Spearsni tanishtirdi va ayni Britney hamda Christina tez orada pop musiqa malikalariga aylandi.
1999-yilda Britney Baby One More Time qo'shig'ini chiqarishi bilan bir lahzada super yulduzga aylandi. Kristina ham ortda qolmay o'sha yili Jenny in the Bottle'ni chiqardi va tushungan bo'lganingizdek, odamlar ularni bir-biri bilan solishtirishni boshladi. Britneyning uslubini shirin va begunoh deb, Kristinanikini esa jahldor va isyonkor deb. O'zlari boshidan do'st bo'lib kelishiga qaramay, 2000-yillarga kelib Kristina ko'proq e'tibor Britneyga qaratilayotgani tufayli sanoatda o'zini zaifroq his qilayotgan edi va intervyularda Britneyni o'z jamoasi tomonidan boshqariladigan qo'g'irchoq deb atadi. Britney esa Kristinani o'zgarib ketib, yovuz va hasadgo'y qiz bo'lganligida aybladi. Va albatta Madonna Christina Aguilera va Britney Spearsni 2003-yil MTV VMA'dagi bo'sasi va Britneyning sobiq yigiti Justin Timberlake'ni bunga bo'lgan reaksiyasini ham unutmaylik. Bu videoni sizlarga ko'rsatmaslikka qaror qildim, balki kimgadir yoqmas. Agar borib ko'rmoqchi bo'lsangiz, video ostida havola bor, bemalol borib o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Raqobatga qaytsak, VMA'da Justin Timberlake'ning reaksiyasini videoga olaman deb Kristinani videodan qirqib tashlashgan va bu xonandaga biroz behurmatlik bo'lgan. Aguilera hamma e'tibor Britneydaligi uchun biroz xafa bo'lgan. Ikkala pop malikalari yillar davomida bir-biriga sovuqqon munosabatda bo'lishdi, lekin 2010-yillarga kelib vaziyat asta-sekin yengillashdi. Kristina bir necha intervyularda Britneyni maqtagan va Britney hatto 2021-yilda Kristinani haqiqiy iste'dodli xonanda deb atagan. Garchi ular best friends forever, ya'ni yaqin dugonalar bo'lishmasa-da, adovat albatta tugagan. Keyingi adovat haqida 80-90-yillarda katta bo'lgan har bir inson bilsa kerak, lekin bular qaysi yulduzlar o'rtasidagi adovatni aytishimdan oldin biroz o'ylab ko'ring. 80-90-yillarning eng yorqin, eng mashhur aktyorlari kim? Agar variantlaringiz bo'lsa, videoni to'xtatib izohlarda yozing, tez orada bilib olasiz, to'g'ri javob berdingizmi yoki yo'q. Xo'sh, bu ikkita aktyor albatta Arnold Schwarzenegger hamda Sylvester Stallone. 70-yillarning oxiriga kelib Stallone Rocky kinosi tufayli allaqachon juda ham mashhur Gollivud yulduziga aylangandi. Schwarzenegger esa endigina bodybuilding karyerasidan Gollivudga kirmoqchi bo'lib yurgan aktyor edi. Ammo hammasi Conan hamda Terminator kinolari chiqishi bilanoq o'zgarib ketdi. Arnold to'satdan Sylvester uchun juda ham kuchli raqobatchiga aylandi. O'shanda bu ikkalasi bir-birini rostdan ham yomon ko'rardi. Ular shunchaki kino kassasida raqobatlashmagan. Intervyularda bir-birlarini mayda haqorat ham qilishgan. Arnold Stallonening aktyorlik qobiliyatlarini ujus deb atardi, Sylvester esa Arnoldning jismoniy holatini masxara qilar. Uning bodybuilding o'tmishini nazarda tutib, tor shortidagi hazil deb atardi. Ular asosan kino kassalarida juda ham kuchli raqobatlashishardi. Misol, Stallonening Rambosiga Schwarzeneggerning Terminator'i qarshi chiqardi, Rockyga esa Conan. Bitta aktyor zo'r kino chiqarishi bilanoq ikkinchisi yana ham yaxshiroq kino chiqarishga urinardi. Ammo eng zo'ri 1992-yilda bo'lib o'tdi. Esingizda bo'lsa, Yoshlar telekanalidan Sylvester Stallone rol o'ynagan To'xta yoki Oyim o'q otadi degan kino qo'yishardi. Bu rostdan ham juda qiziqarli komediya kino edi va menga bolaligimda rosa yoqardi. Lekin gap shundaki, bu kino kassada proval bo'lgan. 45 millionlik byudjet bilan faqatgina 70 million yig'ib. Schwarzeneggerning nima aloqasi bor desangiz, bu kinoda boshida Arnold rol o'ynash kerak edi, ammo ssenariyni o'qib chiqib, u kinoni ahmoqona deb o'ylagan. Lekin o'zini Stallone hasad qilsin deb bu kinoga qiziqqandek ko'rsatgan. Stallone bu yolg'onga ishonib, rostdan ham kinoda rol o'ynagan va u juda katta flop, ya'ni muvaffaqiyatsizlik bo'lgan. 90-yillarning oxiriga kelib, aktyorlarning yoshlari kattalashgani sari raqobat ham ancha unutildi. 2010-yillarga kelib esa ular umuman raqobatni unutib kinolarda birga rol o'ynadi. Misol 2013-yilda ular qochish rejasi, ya'ni Plan Побега kinosida birga qamoqdan qochadigan o'rtoqlar rolini o'ynadi. Hozirda ular yaxshi do'stlar, lekin kelin tan olaylik, 80-yillarning bunday raqobati juda ham qiziqarli edi va hozirgi kunga kelib o'ylaymanki, bunday mo'shna aktyorlar ancha kamayib ketgan. Siz nima deb o'ylaysiz? To'xta yoki Oyim o'q uzadi yoki Plan Побега kinolarini ko'rganmisiz? Izohlarda bo'lishing. Va bugunga shu do'stlar, raqobatlashadigan aktyorlar va qo'shiqchilar haqida fikringiz qanaqa? Bu janjallardan va fitnalardan qaysi biri eng qiziqarli, qaysi biri juda ham g'alati? Albatta izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.